Qadrli obunachilar, yana bir bor assalomu alaykum. Baxmalanguslar kanalining qadrli obunachilar. Qo'chqorlar urug'likka sotilyapti, xudo xohlasa inshaalloh. Mana. Az klientlar kelgan savdosi bo'ladi. Keyin nechta qolsa yana aytilaveradi. Aldık ötün aldık. Yaxshi narsani xaridori va bozori tezroq keladi, chaqqon keladi. Xudo xohlasa. Yemde uzak olmuyordu ya. Qancha bo'lishi? Dangal shuncha deng bilasizku deb shaltamda kelib o'zi yomon ko'radi. Bir joyda 6 milyondan. 5-6 ta teri bo'lsangiz 8 milliondan. Bir joyda bo'ladigan joy qancha? 6 dan. Kami. Kami bir 50 ming bor. 85 milyon. Şarıyor bunu. Hamma jamoat o'ylayotgan. 85 milyon so'm. Aslında düşünüyor musun? Hammasi ishakda endi yorayotgan bo'lmasa Ben hammasi. konuşuyor arpa. Yo, legida. Hoppar bu yoq ko'rsatganini ushlasa o'zini ochib berqana. Bu yoq savdolan biz. Konuşuyor arpa. Jo, buni bir bo'rtmachak chiqqan bo'lsa shuni nima deydi bu? Voy aka, ko'ring aka. 5 million. Kilo, 1 kilo 200 yeyapti. Ha, 1 kilo sal oshib ketdi. Yine heydeler lan. Siz dalaga borib kelib yemay beramiz. Yani qo'ldan yemishiga yo'q. Vaqtiga 5 million. Haydachilar qilmadi 5 milliondan bo'ladimi? Yo'q. 5 milyon so'mdan bir joyda savdosi bo'ladi. Hammasi hisob kitobdan bilasiz. Keyin 5 million. Qoldirsan, qoldi. Qan zaqta qaqib bor. Shu ekan. Bahomni bozorlarda yarim million qo'yib, yarim million boqilotgan foydasi bo'ladi. Ey. Bu yoq xola bersin, xolasi. Maydona da foydasi. O'sha bu teklarni ziyotam ko'rdi. To'g'ri aytaman, 5,5 million sizga boshqa siz ham boshqa bu yoq. Dangan. 5,5 kecha 5,5 million so'mdan. 4 million 600 da Hali so'ralgan yo'q. Qo'shqirlarni bu ham ko'rgan, avval G'affarim ko'rgan. Ahmadlarga 100% ko'rgan. Ular buni qidirdi. Ana shunday. 4 million 600 Ular ketmagan, o'shalar turibdi. Kimniki? Jalolniki. Yo'q, 17 Jamoalarimni borku. taniydi, Jamolmi? Optini foyda qilganda ham odam borki, dehqonga men zo'r Ha, savdosi bo'lyapti. 92 million. Ochig'ini aytaman. Lekin optim oqizib qiyin masala. Biroq 10 tadan bitta oladi aytib. O dedi. Tog'a, 92 unchuncha odam duq yetmaydi. Hisob kitob bozorda to'g'ri kelmay qoladi. O'ylab ko'ring. To'g'ri o'rtada xolis fikrda aytyapman. Bozorga olib borsangiz ham Necha boy?
O'tgan yili go'sht 85 ming payti ham bor-ku. Bilasiz, 5 milliondan ziyod tushgan. Qirmaqi tukaman. Qancha Nesa bo'ldi? Nega unaqa sotadi? 40 kundan keyin toza qaynaydi. Hozir uncha sutsa Az bozor ham sal sust, bozor ham. 92 million. 92 million so'm. shuni ko'rgan bu ketmaydi. Qancha past ekan. Qancha past. Ayting, bitta gap aytaman, shuncha bo'lsa oding bo'lib qoladi. Shularga ham ko'rsating mana. Shular do'xitsa olsin, oshib kelgan bo'lsa. Dangal deydi. 17 ham emas, mayli, tur berib qo'yaman. Necha? Tur 100 berib qo'yaman mayli. Endi sen 100 ding olim hamma o'ylab hisobdan oladi, 100 ham deb. Olmish, o'ltirmang, 8 qancha deb shu. Berdi, kan 2 bilan boqing. 5,5 dan. Ha, bering. 5,5 million so'mdan so'ralyapti 5,5 bilan. Bering 5,5. bir joyda. Yo, tashlayman men ham. Men baraka to'g'ri. Tashlaysiz, tashlaysiz. Asli baraka Men aytganimni qing. Mayli, sizga kerak bo'lsa hayitgacha borib beraman. Buni tashadi o'zim. O'ltirsa, marta o'ltirsin. 96 million so'mga baraka bo'ldi. 17 ta bir joyda 96 million so'mga baraka. Qo'chqarlar уже 2 soatda sotilib bo'ldi. Alloh barakasini bersin. Oldin tuzini bering, ustini Sotgan ham, olgan ham baraka topsin. bilan mashina pul bor ketdi. Pul bor, mayli beraman. 6 million ustini berib ketsa, qo'shtirib berdim. shunday-ku. Buni qancha? Nima qildim? Sen normal. 96 million so'm Yo'q, erta baraka bo'ldi. Mayli, Yo, imkon aka. E'tiborlaringiz uchun rahmat, olti hayit charchamangizlar. bo'lsa